Bugungi obzorimizda Haval Julion. Haval Julion motor 1.5 turbina 100 ga 6-7 ta rasxod qiladi shaharda ichiga. Kuzov atsinkovka 100% chirimaydi, zanglamaydi. Mashina mягкий balon bilan jihozlangan. Zavodskoy, buni almashtirish shart bo'lmaydi. Mashinamiz 360 kamera, o'zini o'zi parkovka qiladi. O'zi tormozlash sistemasi, aqlli burilish funksiyalari bor. Slipoy zona, ichki salon. Mashina salon полный обогрев, обдув, sidenalari elektronli. Mashinada avtohold bor, besprodniy zaryadka, ruli qiziydi, laboy, bakoylargacha qiziydi. Mashinada cruise control, limit control, head-up displeylar bilan jihozlangan. Mashina akustikalari Infinity bo'ladi. Sifatli kolonkalar bilan jihozlangan. Bundan keyin orqada ham klimat kontrollari bor. Orqa juda keng. Orqaga o'tirib ketish passajirga juda qulay. Eng yoqqan tomoni oldida o'rtada o'tiradigan odamga noqulaylik bo'lmaydi. Mashina 360 parktroniklari bilan jihozlangan. Oldiga yurishda ham, orqada yurishda ham to'siq yoki odam bo'lsa sezadi, santimetrlargacha ko'rsatadi. Mashinamizning orqasi, orqa bagaj ham juda keng. Zapaskaları bemalol gaz o'rnatib, gaz desin propan, metan bemalol o'rnatsa bo'ladi. Mashina orqa oynalari zavodskiy qoraytirilgan. Xohlasangiz tonirovka urishingiz ham, urmasligingiz ham mumkin. O'zi zavodskiy qora oyna qo'yilgan. Faralar hammasi LED bo'ladi. Oddiy fara ishlatilmagan. Eng muhimi benzin tanlamaydi. Mashinamizda 5 ключевой достуp bor. Bu shopir qismi. Mashina toqqa chiqishga, tushishga yordam rejimlari bor. Eco, ekonom, sport, qorga rejimlari bor. Mashina qulay, passajirga o'tirishiga ham konditsionerni qo'shgan paytingiz salqin bo'lib turadi. Biroq suv qo'yib qo'ysangiz muzdekkina qilib turadi. Rulimiz elektronli bo'ladi, juda yumshoq, sportivniy rul. Bunda multimedia, rulni qizitish funksiyalari qo'shilgan. Keyin голосовой rejimlari ham bor. Полный panorama, video registrator bilan jihozlangan mashina. Bemalol video registrator o'rnida ishlatib ketsangiz bo'ladi. Bu monitor bo'ladi. Bunda bemalol Apple CarPlay, Android Auto telefoningiz qanaqa telefon modeli bo'lsa ham bemalol monitorda ishlatsa bo'ladi. Bu 360 kamerasi, mashinani xohlagan tomoningizdan ko'rsangiz bo'ladi. To'lov usullarimiz avtokredit, naqd, рассрочка, avtolizingga. Shu oy uchun skidkamiz ham bor. 20 milliongacha skidkada xarid qilib ketishingiz mumkin.